Albatta qalblar Allohning barmoqlaridan ikki barmog'i orasida turadi. Alloh ularni o'zi xohlagandek quradi. Qalblar birodar Allohning qo'lida. Qalblar Alloh taoloning qo'lida. Ana shu qalblarga xotirjamlikni soladigan ham Alloh, g'am tashvish, xavotirni soldirib qo'yadigan ham, shaqovatni solib qo'yadigan ham Alloh taolo. Bir banda bo'ldi, to'xtatdim gunohlarimni. Namozni boshlayman aytaman dedi. Alloh taolo uni qalbiga mana shu qarorni qabul qilishiga xotirjamlik bilan xursandchilikni, roziligini to'ldirib qo'yadi. Xotirjam bo'lib qoladi. Chunki Alloh taolo yaxshi ko'radi bandasini tavba qilishligini. Unga yordam beradi. Namozga yiqildingiz, eski hayotingizni o'ylasangiz, agar gunoh ma'siyatda bo'lgan bo'lsangiz, qalbingiz ezilib ketadi. Nimani belgisi shu? Alloh sizni qalbingizga iymonni chiroyli qildi, avvalgi hayotingizni xunuk qilib qo'ydi. Buni Alloh soldi qalbingizga.